Noldan biznes 1 million dollargacha birinchi kun ketdik ko'ramiz. Biznesni Toshkentda boshlayman deb Toshkentga keldim, lekin Toshkentda qayerda turganimni o'zim ham bilmayman. Sekin borib Astanovkaga borib, ozgina o'tirib dam olib, u yoqqa qarab ish qidirishim kerak. Uzoqdan mo'ykani ko'rib qoldim. Mo'ykaga borsam, mo'ykada hech kim yo'q, ishchilar o'tiribdi dam olib, to'g'risi ish so'ragan. Juda ham xijolat bo'ldim. Boshqa mo'ykaga bordim. Boshqa mo'ykaga borsam, 4-5 ta mashina turgan ekan. Hammasi yerdan ish so'rasam bo'ladimi deb borib ishchilardan so'rasam, aka dedi 3-4 kundan beri ish bo'lmayapti dedi. Hozir mo'ykaga keldim. Mo'ykada hozir bolalar 2 kundan beri ish qilishyapti. Endi boshim qatib turibdi. Ukajon, nima maslahat berasiz? Yağmur sababli saat to'xtagan, odamlar ikkilanyapti. Demasam, yağmur yog'arsa, Xullas shu bolaning maslahatidan keyin mo'ykada ishlash fikrim o'zgardi. Agar shu bugun ish topmasam, ko'chada qolishim aniq. Miyani joyiga qo'yib olish uchun yaxshilab ovqatlanib oldim. Ikkita ish topdim, kuniga 300 ming so'mdan ekan, lekin yotoq joyi yo'q ekan. Toshkentda anchadan beri yuradigan bir og'aynim bor edi. Telefon qilsam, "Kakra senga ish bor" dedi. Kuniga 200 ming yotoq joyi bor ekan. Yotoq joylariga chidasa bo'ladi, lekin ishini ertaga Xudo xolos tong yorsa bilamiz qanaqa ishligini. Nima ish bo'lsa ham halol ish bo'lsa bo'ldi-da menga. 10 kun ishlasam 2 million pul bo'lar ekan. Biznes boshlashimga 2 million emas, 1 million ham yetadi o'zi. Yaxshi dam olinglar. Ertaman ko'rishamiz. Podpisatsiya bosish esinglardan chiqmasin. Har kuni yangilik bo'ladi.